Pulingiz sizga ishlashi uchun nima qilish kerak? Ko'pchilik hayotini bir naqsh takrorlaydi. Ishlaydi, pul topadi, sarflaydi va yana boshidan. Ammo pul sizga ishlashi uchun bitta narsa kerak. Pulingiz aylanishga kirishi. Demak, pulni ishlatishning ikki yo'li bor. Birinchisi sarflaysiz va pul ketadi. Ikkinchi investitsiya qilasiz va pul qaytib keladi. Birinchi qadam sarflardan daromadga o'tish. Har oy ma'lum qismini jamg'arish emas, balki aktivlarga yo'naltirish kerak. Kichik biznes, aktivlar, qimmatli qog'ozlar, ko'nikmalar va boshqa daromad keltiradigan yo'nalishlar. Ikkinchi qadam ko'paytirish. Kichik summalar ham vaqt o'tishi bilan katta natija beradi. Shuning uchun eng muhim formula boshlash plus davom ettirish. Uchinchi qadam passiv daromad yaratish. Shunda pul siz ishlamagan paytda ham ishlay boshlaydi. Bu moliyaviy erkinlikning asosi. Pulingiz siz uchun ishlashi uchun uni aylanishga kiriting, aktivlarga yo'naltiring va unga vaqt bering. Chunki haqiqiy boylik ishlayotgan pulga ega bo'lgan odamniki.